Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana bitta akamiz tutdi, tekisalik hisobli bitta ahut ishini qilib zakaz qildi. Mana pichoqlari tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Kachistvolari ham juda chiroyli, xillari ham juda chiroyli bo'lib ishlab berilgan. Hozir sizlarga obzorini qilib beramiz. Kesish obzorlarini. Tig'lari klapan. Ha. Ular 19 sm, 17, 18 sm, o'sha uzunligi 30 sm. Bular ham mana klapandan zanglamaydi ham, qoramaydi ham. Hisoblar tekistirib oxirigacha borgan bular. Mana sizlarga kesish obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa kesishlarga nihoyat o'tkir. Mana hammasi nihoyat o'tkir pichoqlar. Hammasi bir-biridan go'zal. Xudo xolasa tanlama. Keskirlar ham nihoyat keskir. Bemalol oshxonaga ham, boshqa nimaga ham ishlasanglar bo'laveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, optimga arzonroq, donacha qimmatroq bo'ladi. Yo'lda beramiz.